ikki yo'l orasi. Diyora og'ir qadamlar bilan ishga borarkan, yaqin kunlarda homiladorlik ta'tiliga chiqishini, shu sershovqin maktab va to'polonchi o'quvchilardan biroz dam olishini o'ylab, sal ko'ngli yorishganday bo'ldi. Oxirgi paytlarda shunchalik charchab qolyaptimi yoki tug'ruq oldi tushkunlik kayfiyatimi? Xullas, onasi bilan gaplashsa ham faqat yig'i-sig'i. Turmush o'rtog'i ishdan kelsa ham yig'i. Yo'l chetida pista, qurut va yana boshqa mayda-chuyda narsalar sotib o'tiradigan onaxonga yaqinlashishi bilan qadrdonini ko'rganday sevinib ketgan onaxon, "Kela qol, qizim, bugun biroz kech chiqibsanmi?" dedi-yu, javobini ham kutmay, "10ta solaymi?" deb yelim xaltaga qurut sanab sola boshladi. Diyora, "Bugun darsim 2 soat edi. Mayli, rahmat", deya darrov bitta qurutni og'ziga solib, yo'lida davom etdi. U yukli bo'lganidan buyon qurutsiz yurolmaydi. Hatto darsda ham bolalarga sezdirmay kichkina bo'lakni og'ziga solib oladi. Negadir faqat shu onaxon sotadigan qurut boshqacha mazali tuyuladi. U og'ziga ikkinchi qurutni soldi-yu, yo'tal tutib, qurut birdan tomog'iga tiqilib, nafas ololmay qoldi. O'zini ovozi o'ziga eshitilmaydi. Atrofga qaradi. Uzoqdan kelayotgan qiz rus millatiga mansub shekilli. "Vam pomoch?" dedi atrofga alanglab. Terlab ketgan, arang kuch to'plab tomog'ini ko'rsatdi. Qiz gap nimadaligini tushundi chog'i darrov uni engashtirib, kuraklarini orasiga qattiq urgandi, qurut otilib chiqdi. Hammasi shunday tez sodir bo'ldiki, bir zum xayolidan nimalar o'tmadi. Hatto ishga borgisi kelmay, noshukrlik qilganiga tavba qilishga ham ulgurdi. Hayot go'zal, jon shirin ekan. Chuqur-chuqur nafas oldi-yu, "Rahmat", deb xaloskor qizni quchoqlab, yig'lab yubordi. Keyinchalik bu qizni qayta uchratmadi, ammo hech ham yodidan chiqarmadi.